Diqqat, aholiga tezkor xabar. Pensiyani plastik karta orqali oluvchilarga qo'shimcha 1% to'lov beriladi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomizda pensionerlar uchun muhim yangilik haqida so'z yuritamiz. Agar siz pensiyangizni bank plastik kartasi orqali olsangiz, davlat tomonidan qo'shimcha rag'batlantiruvchi to'lov beriladi. Ushbu qo'shimcha to'lov pensiya miqdorining 1%ni tashkil etadi. Shuningdek, 2026-yil 1-iyuldan boshlab pensiya va nafaqalar 7% ga oshirilgani hamda yodingizda bo'lsin. Demak, avvalo pensiyangiz 7% ga oshiriladi, so'ngra yangilangan pensiya summasiga yana 1% lik qo'shimcha to'lov hisoblanadi. Masalan, agar ilgari pensiyangiz 2 million so'm bo'lsa, 7% lik oshirishdan so'ng u 2 million 140 ming so'mni tashkil etadi. Agar ushbu mablag'ni plastik karta orqali olsangiz, yana 21.400 so'm qo'shimcha to'lov beriladi. Natijada sizning jami pensiyangiz 2 million 161.400 so'mni tashkil etadi. Mazkur rag'batlantiruvchi to'lov pensiyani bank kartasi orqali oladigan barcha pensionerlarga taalluqlidir. Agar ota-onangiz yoki yaqinlaringiz ham pensiya olsa, ushbu ma'lumotni ular bilan ham albatta ulashing. Balki ular ham bu qo'shimcha imkoniyatdan foydalanishni istashar. Sizni fikringiz qanday? Izohlarda o'z munosabatingizni yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va eng muhim yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosishni unutmang.